Assalomu alaykumlar. Tomorqa biznes kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar Xudo xolasa klubnikalar haqida gaplashamiz. Kichkina klubnika, boshida 3 ta klubnikadan boshlangan. O'tgan yili 3 ta olib kelingan edi. Bittasini ikkitasi qolganda. O'sha ko'payishib, bolalab ko'payib ketgan. Yon tomonlari hamma joylarga mana shu chiqib ketgan bolalari. Ular ildiz ochib, ko'paygan, keyin ularni olib men qator qilib mana qoriq dedi, buni nima deb bilmadim. Uni toshkentchasiga, adabichasiga mana chuqurcha qilib ekib qo'yganman mana. Hozir endi suv ochish kerak, bugun salqinda suv ochaman. Shunaqa bo'ldi. Mana shu yerda mana ko'rtuvganlar hammasi shunaqa, shundan bo'ldi. Qishda nima bo'ldi? Shuni klonka bilan ustini mana kichkina mini parnikcha qilib qo'yib qo'ydim bo'ldi. Ba'zi bir bolalarini olib tuvakka solib qo'ygandim. Ular uyda turgandi, boshida yaxshi edi, keyin qurib qolishurdi. Mana bular esa qurtnalar esa qishda uyquga ketdi, mazza qilib uxlab damini oldi, bahorda yangi kuch bilan boshladi mana. Nimasini qaranglar. Mevalarni qarasangiz, haligacha hozir nimani? Iyunni 20 yo 21 chislosi. Xo'p, mana shunaqa yotibdi. Aslida ko'p edi, kecha rosa ko'p edi. Bolalarim o'zi taxlab tashlashdi buni, hammasini kiyib olib, mana shuni yeb tashlashdi. Xo'p, menga yoqdi. Bu yil bo'yi hosil beradi, gullab yotaveradi. Gulini gullaydi. Mana bu arilar keladi-da. Gulini o'zi changlatib, shirasini olib, o'zi chiki-piki qilaveradi. Sizdan qilinadigan narsa, shu orasida o't bo'lsa, o'tini olib turasiz, suvini berib turasiz. Mana buni qilib bolalar ko'payib ketadi-da mana. Hozir ko'rsataman mana. Hozir buni o'zi ancha-munchasini oldim-da men. Hali naryoqda ko'rsataman mana. Qanaqa bolalaydi. Mana o'zi mana ko'ryapsiz, mana chiqishi. Onasi deylik, mana onasini mana bolasi chiqqan. Bolasi mana ildizini ko'ryapsizlar mana. Shu mana yerga tekib tursa, mana unaqa qilib, o'sha yerda bu yovvoyi o't ekan, olib tashlashim kerak. Xo'p, nima qiladi? Mana shu aşağı tursa, xo'p, mana ildizlatish uchun, tomor ottirish uchun shuni mana shu joyni ko'mib qo'ysangiz ozgina nam bo'lib tursa bo'ldi, ildiz otib ketaveradi. Endi hozir men buni olib tashlayman. Nimaga? Chunki agar bu bolaga ishlasa, naslga ishlasa, mana bu yoqlar kichikroq bo'ladi, kamroq hosil beradi. Men hozir buni ko'proq hosil olishni xohlayman. Mana shuni o'zim olib tashlayman, suvga solib qo'yaman shuni o'zini mana. Suvga solib qo'yaman, 1-2 haftada ildizi katta bo'ladi. Keyin buni yana mana ekadigan joylarim bor, naryoqda ekib qo'yaman. Xo'p, mana shu bittadan ikkitadan shuncha bo'lgan, ko'ryapsizlarmi? O'tga ekdim, yozda ekdim, kech ekkan edim. Keyin bu yil naryoqda olib keldim yana. Naryoqda ikkita nav aralash ekan. Bilmayman qanaqa navlari. So'rab olish kerak edi o'sha paytda. Xullas, nima bo'ldi? Olib kelib buni yoqdi, chunki bildim, shu foydasi borligini bildim. O'sha joyga ekib tashladim. Endi ulardan ham hozir bolalayapti. Ularni ham ko'paytirib, u naryoqqa ekaman. Keyin qatladim, mashlardan yana qoriq mana bunaqa nima tashlab, yo'lakcha qilib yana ekib tashlayman, xudo xolasa. Xo'p, mana ramashkalar, bu boshqa mavzu. Hali sizlar bilan gaplashamiz bu ramashkani. Xo'p, bu ramashkani olib tashlayman. Aslida buni ekkandan maqsadim birinchi navbatda mana bu gulchang, shira berishi, asallarlar undan foydalanadi deb o'ylagandim, lekin nihoyatda unaqa bo'lmadi. Umuman qarashmadi bunga. Umuman qattiq chujoy arilar kelyapti. Chujoy emas, endi bu arisimon. Mana ko'rasizmi, bu ari emas bu. U mana shu yuribdi mazgi, mana shu. Ko'ryapsizmi? Mana yuribdi mana shu. Bu ari emas u. Yuribdi xullas. Umuman arilarim qaramadi bunga. Buni kesib tashlayman. Juda ko'p edi. Ancha-munchasini kesdim, yana kesib tashlayman. Uyda hozir gul suni bankaga gul qilib qo'yganimiz bo'ldi. Pulni olib tashlayman buni. Men kerak emas. Nima foyda u? Gulidan to'g'rimi? Uni o'rniga lavanda ekan. Ham gul, ham arilarim gulchang bo'ladi, asal bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Mana bu sariq o't foyda ko'proq ekan undan ko'ra. Chunki mana qarasangizlar, asal ari bunda hozir mana gulchangini olib yuribdi, ko'ryapsizlarmi? Gulchangini olib, asalni olib yuribdi. Mana shu menga foydaliroq. Bu ham bu mazgi boyaga ari ekan. Asalariga xushmayapti. Xullas, u asalari bunda o'zimni aralarim kurrosana qiladi. Ko'nib asalni oladi. Xullas, chalg'ib ketdik. Nima bo'lyapti? Hozir mana shunchasini olib chiqdim men. Mana ko'ryapsizlar mana. Shunchasini oldim mana shu bolalarni ildizlatib, tuvakka ekib, xolasangiz uni yerga ekasiz, xolasangiz tuvakka ekib, keyinchalik buni
sotasiz. Falon puldan sotishdi mana shuni. 10 ming so'mdan sotishdi, 5 ming so'mdan sotishdi. Shu sezoniga qarabda shunaqa qilib sotsangiz bo'ladi. Mana bu yo'g'ini shu yerga tashab qo'ydim mana. Mevalarni ko'rasizlar mana. Mevaga qilsangiz ham bo'ladi. Ana nima deydi? Zilonni zona qilib anaqa ekib qo'yishadi-ku. Mana kesilgan ekan. Buni o'ramiz. Zilonni zona qilib nima deydi? O't, ko'm o't bor-ku, o'shani tashab, chimtak tashab qo'yishadi-ku. Chimni o'rniga mana chimni o'rniga mana shu qilib qo'ysangiz, uydagilar kirib chiqib terib yeb yuraveradi. O'zingiz ham masalan bitta terib haftada bir nima qilsangiz, kosa dedim, bitta kosani to'ldirib terib chiqasizda, uydagilar bilan o'tirib shirin so'z bilan tirsillatib, ya'ni bitta shirin gaplar bilan mazza qilib yeb tashlaysiz. Har faslda mevasi bo'ladi, ya'ni bahorda boshlaydi, yozda boshlaydi, kuzda mevasi bo'ladi, xudo xolasa. Shunaqa zo'r anaqada. Foydasi agar biznes qilaman desangiz, o'sha bolalarni ildizlatib sotsangiz ham bo'ladi. Tushundingizmi? Bolalarni ildizlatib sotsangiz ham bo'ladi. Hozir men endi to'g'ri sotishni o'ylamayapman, lekin albatta men shu eksperiment uchun shu ishni qilaman. Xudo xolasa ildizlatib cho'tki qilib, podpischiklarimga xudo xolasa keyingi yil bahorda sovg'a qilaman. Mana ko'ryapsizlar mana bitta mana shu joyda. Men endi hosilga kerak bo'lgani uchun buni olib tashlaymanda. Hosil bo'lsin, bolasi katta bo'lsin, atak ma'malardan foydalansa bo'ladi. Agar temir qo'ysangiz bu mazga o'sib ketaveradi. Mana masalan, mana kelgan mana shu, mana ildiz ko'ryapsiz mana. Anaqadan chiqqan, ya'ni onasidan chiqqan. Keldi mana shu joydan bitta ildiz otdi. O'sha ildizi bormi? Buni yopishib turibdi, olib bo'lmayapti. Mana buni ketdi. Buni ham sal bunday qilib qo'ysangiz, bu ham ildiz otib oladi. Nam qilib qo'ysangiz tagini, bundan yana chiqib ketadi, ketdi shunaqasiga. Lekin nari ozgina anaqa olib qoladi. Onani kuchi mablaga uncha ketmaydi-da. Mana kesib shu ko'proq mevasiga ahamiyat beraman. Chunki menda o'zi joy ham cheklangan. Masalan, yurtdi. Bu nima yurtdi bu? Mana uch olmas yurtdimi nimaga? Настроенияsi yo'q nimagadir. Mana aniq chaqib oladi mana bu. Ko'rasizlarmi? Mana yiqilib tushdi. Va hokazo. Qara ko'rsataman mana uy tomondan ildiz otganlar bor. O'sha ildiz otganlarni sizlarga qanaqa ekishni ham ko'rsataman. Umuman bu yerga dori, pori, metsitit, bir bola degan dorilar hech qaysi berilmadi. Hammasi tabiiy narsa. O'sha oralariga o'sha quyonni, go'ngini tashib chiqdim, to'g'ni go'ngini tashib chiqdim, suv ochib turdim va hokazo shunaqa turibdi. Mana shu ahvol. Naridan pishib yotibdi. Bular bu yilgi ekilgani. O'sha o'zimga yoqqani uchun naridan bolasini kutib o'tirmadim, sirasi olib kelib tap ekib tashladim. Tagi qurib yotibdi, suv berishim kerak. To'lqin suv ham berilmagan. Mana bu bizni nima qilmaymi yo'q? Men qultdan qaynay, suv yaxshi bo'lmagani uchun o'smagan. Mana bularga suv yaxshi tekkan, anchana kattalash olgan. Hop, hali videoning oxirida ko'rsataman, demak, ekish jarayonini va suvga qo'yish jarayonini ko'rsataman. Katta bo'lib uni tuvakka ekishdan xudo xolasa keyingi videolarda u yog'ini qismini ko'rsataman nasib qilsa. Shunaqa gaplar. Bundan ham foyda qilsa bo'ladi, pul qilsa bo'ladi. O'sha bolalarni ekib, kattashtirib, masalan bitta sezonda bilmadim 100 ta 200 ta qilib olsa bo'ladi bemalol. Shu nimangizga qarab, ko'chatlarga qarab, arzimagan joyda turibdi. Bunaqasiga qancha? 1,5 mi? Bunaqasiga qancha? Bu 10 metr bormi? Shunaqada. Xolos shundan ancha-muncha ish qilib qo'ysa bo'ladi. Sotasiz o'sha nimasini. Bolasini sotsangiz bo'ladi. Hokazo-hokazoda. Yog'ni o'zi vaziyatga qarab ishlayverasiz. Xo'p, mana hammasi olib keldim. Mana qarang, mana bu piyozni xato ekkanmiz. Mana kutmay qoladi. Yirik-yirik terib pishganini oldim. Xolos, piyoz haqida gapirmaymiz. Mana endi buni hozir nima qilamiz? Kesamiz. Ildiz ottirishga qo'yamiz. Mana ildizi borini, mana shuni bir qarash kerak. Mana shuni xolasa anaqaga joylasa bo'laveradi o'sha. Ana nima dedi? To'fkami, tuproqqami xolasa, yaxshi tuproqqa, qora tuproqni tiqib qo'ysa bo'laveradi. Nima qilib qo'ysangiz tagini ildiz otib ketaveradi. Mana buni, mana bunda ham shu ildizi bor ekan. Ko'rdingizmi? Ildizi bor ekan. Ancha ildizi bor. Mana buni qizil anaqadan qultmaniki buni alohida qo'yaman. Bu qimmat navniki, o'shani ko'paytiraman. Albatta shundan ko'paytirmasam bu juda mazali. Alohida qo'yaman. U anaqasi ham qizil. Ko'ryapsizmi? Mana stebelgan nimasi. Shoxchasi. Deylik, mana bunaqa bo'lsa, buni suvga solib qo'yish. Endi juda ham kichkina. Mana bunaqa bo'lsa, bitta-ikkita chiqazib olgan mana. O'sha suvga solib qo'ysa yetadi. Mana, ko'ryapsizmi?
qanaqa qirqalar oddiygina ana masalan olib turamanda. Tirs. Mana bu yoqda mana tirs. Bot. Bu ham o'zi anaqa chiqarayotgan ekan. Buni mana qilaman qarang ana. Tirs. Mana. Ko'ryapsizlar mana shuni? Xullas. Mana shuni suvga solib qo'yamiz. Suvga solishdan har xil yo'li bor, uni ko'rsataman. Yoshda o'zida tagida nimadirlar ham bor ekan, dori qilinmaganda. Lekin bu ishqilibdi xullas mana. Suvga solib qo'yish ildizni otadi. O'sha ildizini keyin mana nima bo'ldi? Tayyor. Mana olib chiqdim, mana ko'ryapsizlarmi? Ildizlarini bunaqa bo'ldi. Qaysidirda mana ozgina ildizi bor, qaysidirda ko'proq, qaysidirda vaqti yo'q ham даже. Mana bitta nomiga turibdi. Bitta shuni buni shu barini suvga solib qo'yamiz. Biroz vaqt oladigan proses. Ancha bo'ldi. Xo'p, bular, mana bularni qarang ana. Emas, tashaganlari. Bu ichida mana bunaqa ham bor masalan. Buni olmadim. Bu judayam, mayli, olsak bo'lar ekan buni. Mana bu buni ham olsak bo'lar ekan, buni olamiz. Xo'p, mana bunaqani tashlab yubordim. Bu nistoyt oldingi safar qilganimda ular tutgani yo'q. Endi agar siz aniq o'sha ko'chatchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, buni ko'proq o'sha yerda qo'yishingiz kerak. Mana bunaqa ildizli holatga olib kelishingiz kerak-da. Bundan ham zo'r ildizlari bor edi. Qancha ildizi ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Masalan, bular suvga solsangiz, даже o'sha yerni o'zini ko'paytirib olsangiz, yerni o'zini kuchaytirib olib, keyin o'sha joyni qazib olib, buni tuprog'i bo'lmasda o'sha tayyor sizda ko'chat bo'ladi. Ekib qo'yasiz alohida. Mana ekish jarayoni, mana bu ildizi. Mana bu bankada turgan suv tez-tez almashtirilgan, mana ko'ryapsizlar ildizini. Mana shu ekamiz. Endi hozir anaqa chillamas, lekin issiq o'shanglar xitlab bo'lishi kerak. Mana bu bunda nima bo'lgan? O'sha bir ikkita barglari nimaga tegib qo'ygan, suvga tegib qo'ygan, keyin chidaganda bariga. Atak buni eksa bo'ladi, menimcha. Xudo xolasa. Shuni ekamiz. Mana 5 ta bor ekan. Ancha qo'yuvdim, lekin o'tgan safar shu 5 ta. Mana bismillah deymizda. Bismillahirrohmanirrohim. Shu bunaqasini bersin. Nima deydi? Barakasini bersin. Mana bo'z bitta qo'lda qiyinda, mana bu joyini kesib olsam bo'ladi, yo'qroq qiladi. Mana shu qilib qo'yamizda. Mana. Shuni qilib hozir suv solib qo'ysam, bo'ldi, xudo xolasa. Olam guliston. Tushundingizlar? Bo'ldi, keyin ko'rsatamiz. Ikki bo'lay hammasini. Xullas mana. Ozgina suv solib chiqdim. Idinidagi suvlarni 2 bo'ldim, 5 tasini ekdim. Mana 5 tasi ekildi. Mana bu quriydi menimcha, shu qurib qolgan jarim suv. Bunaqasi. Ildizni suvga teming qo'ygan, ammo qurib qolganda shuni ham ekdim, qani nima bo'lar ekan deb. Xo'p, kechqurungi 10 bo'ldi. Vaqt topib mana solib qo'ydim mana nimalarni. Mana solib qo'ydim. Shu uzunligi bir xillarni yig'ib, ip bilan bog'lab, suvga solib qo'yamiz. Mana tursa bo'ldi. Bariga tushmasa bo'ldi. Ildizni har doim suvda bo'lishi kerak. Qarab turamiz tez-tez. Men bularni bog'lamadim. Buni qaranglar. Bittasi sal pastroqda, bittasi teparoqda turibdi. Bog'lab qo'yganim tekis turibdi. Bu o'zi boya xayolga kelgan narsa. Men ham shunday qildim. Bakrashga kattaroq qildim. Men bu bo'g'inga nisbatan men bularga po'kak qilib qo'ydim, shu mana tushib ketmasligi uchun. Ya'ni barg tushib qolsa, u hidlanib qoladi. O'sha chiriydi, o'sha menga yomon ta'sir qiladi. Xullas, toza suv toza bo'lishi uchun buni tez-tez almashtirib turamiz. 2 kun, 3 kundan bir qarab turamizda. Xo'p, men bu yoqda asobiy sort, boya alohida boshqacha zo'r sorti bor degandim-ku. O'sha Isabella degan, adashmasam, mana hozir miyamga keldi. Isabella degan sorti bu. Mana bu yoqda. Po'kakka tiqib, mana qilib, mana qilib, po'kakka tiqib, mana bundoq tirs qo'yamiz bo'ldi. Даже joy qolmaganda po'kaksiz oralariga, ikkita po'kakning orasiga piq qilib bir ikkitasini joylashtirib qo'ydim. Lekin vaqt oladigan narsa. Mana ham shunaqa bo'ldi. Bu boshqa narsa va ho'kiza.
Mana ko'rasizlar, ham betartib yotibdi. Ahamiyat bermishlar. Mana shunaqa bo'ldi. Ancha bo'ldi-da, xudo xolasa bu 50 tadan oshdi. Endi xudo xolasa ko'ramiz natijani. Nechtasi ildiz otadi, nechtasi mutavakka olaman, nechtasi ekaman, hammasi sizlarga xudo xolasa keyingi videolarda xabar beraman.